Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugungi dars Durus 1 kitobining 12-sahifasiga, 12-betiga to'g'ri keladi. Ad-darsu thani. Ad-darsu dars ath-thani ikkinchi. Ad-darsu thani ikkinchi dars. Ikkinchi darsda biz bitta qoidani o'rganamiz. U ham zalikadir. Zalika ismi ishora bo'lib, tarjimasi anavi degan ma'noda. O'zbeklarni yashab turgan joyiga qarab, lahjasiga qarab, shevasiga qarab turli xil talaffuz qilinadi. Kimdir anavi deydi, kimdir ana u deydi, kimdir ano deydi, kimdir ana u deydi, kimdir anu deydi. Xullas, bu o'zbeklarning lahjalari, shevasi va qisman bu tilning boyligi desak ham bo'laveradi. Demak, zalika. Bu kitobning birinchi darsida aytgan edikki, o'zbek tilida ko'rsatish olmoshlari bo'lsa, arab tilida ham unga o'xshash ko'rsatish olmoshlari bo'lib, ularga ismi ishoralar deyiladi. Ismi ishoralardan biz hazadagi zani o'tdik. Bu degan ma'noda edi. Endi ikkinchi ismi ishora zalikani o'rganamiz. Agar siz bu degan va ismi ishorani yaxshilab tushungan bo'lsangiz, zalikani tushunishlik umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Zalika ismi ishora bilan ham o'zida 4 ta narsani mujassam qilgan, o'zida 4 ta narsani jamlagan shaxsga yoki narsaga ishora qilinadi. Ular ismi ishora zalika bilan mufrat birlikka, muzakkar erkak jinsiga, uzoqqa, aqlli yoki aqlsizga ishora qilinadi. Tushunish oson bo'lishligi uchun zalikani va bilan solishtirib o'rganishlikka harakat qilamiz. O'zida 4 ta narsa mujassam bo'lganga zalika bilan ishora qilinadi dedik. Birinchisi mufrat, birlikka. Zalika bilan birlikka ishora qilinadi, xuddi va bilan birlikka ishora qilinganidek. Zalika bilan ishora qilingan shaxs yoki narsa birlikda bo'lishi lozim. Oldingi darsda arab tilida birlik bor, ikkilik bor, ko'plik bor deb aytgan edik. Zalika bilan ishora qilingan shaxs yoki narsa ikkilik, 2 dona bo'lmasligi kerak, ko'plik ham bo'lmasligi kerak. Balki sanaladigan narsa bo'lsa 1 dona bo'lishligi, sanalmaydigan bo'lsa birlikda bo'lishligi lozim. Va bilan ham birlikka ishora qilinadi, zalika bilan ham birlikka ishora qilinadi. Bu narsada zalika bilan va barobar bir xil. Ikkalasi ham birlikka ishora qilinadi. Ikkinchisi, zalika bilan ishora qilingan shaxs yoki narsa erkak jinsidan bo'lishi lozim. Arab tilidagi so'zlarda jins kategoriyasi, jins toifasi mavjud. Erkak jins toifadagi so'zlar, ayol jins toifadagi so'zlar. Zalika bilan ishora qilingan shaxs yoki narsa erkak jins toifasida bo'lishi lozim. Ayol jins toifadagilarga zalika bilan ishora qilinmaydi. Biz bugungi kungacha o'tgan barcha kalimalar erkak jins toifasidagi so'zlardir. Biz ayol jins toifadagi so'zlarni hali o'tganimiz yo'q. Ismi ishora va bilan ham erkak jins toifadagi shaxslarga yoki narsalarga ishora qilinadi. Demak, zalika bilan ham erkak jinsiga, va bilan ham erkak jinsiga ishora qilinadi. Bu borada ham zalika bilan va bir xil ishlatiladi. Uchinchisi, zalika bilan uzoqqa ishora qilinadi. Zalika bilan ishora qilingan shaxs yoki narsa masofasi uzoq bo'lishi lozim. Uzoqda turgan uyga zalika baytun, ana u uy deb ishora qilish mumkin. Ammo yaqinda joylashgan uyga zalika bilan ishora qilinmaydi. Balki yaqinda joylashgan uyga
Hada baytun, bu uy deb va ismi ishora bilan ishora qilinadi. Zalikani va bilan farqi ham ayni shu yerda. Zalika bilan uzoqqa, va bilan yaqinga ishora qilinadi. To'rtinchisi, aqlli yoki aqlsizga ishora qilinadi. Zalika bilan ishora qilingan shaxs aql sohibi bo'lishi mumkin. Zalika zaydun, ana u zayd kabi, yoki shaxs bo'lmasdan narsa bo'lib aql sohibi bo'lmasligi ham mumkin. Xoh jonivor bo'lsin, zalika qittun, ana bu mushuk kabi, yoki jonsiz bo'lsin, zalika baytun, ana bu uy kabi. Demak, zalika bilan aql sohibiga ham, g'ayri oqil bo'lib aql sohibi bo'lmagan jonivor narsaga ham ishora qilinaveradi. Va ham xuddi shunday, aql sohibiga ham, g'ayri oqil aql sohibi bo'lmay jonivor narsaga ham ishora qilinaveradi. Demak, zalika va za bu borada ham bir xil. Xullas, zalika bilan ishora qilingan mufrat birlikda bo'lishi kerak va muzakkar erkak jinsida bo'lishi kerak va uning masofasi uzoqda bo'lishi kerak. Aqllik yoki aqlsiz bo'lsa ham bo'laveradi. Kitobda berilgan misollar: ma zalika, u ana u nima? Zalika najmun, ana u yulduz. Hada masjidun va zalika baytun, bu masjid va ana u uy. Hada hisanun va zalika himarun, bu ayg'ir va ana u eshak. Azalika kalbun, u ana u itmi? La, zalika qittun, yo'q, ana u mushuk. Ma zalika, ana u nima? Zalika sarirun, ana u yotoq. 13-betga o'tamiz. Man haza va man zalika, bu kim va ana u kim? Haza mudarrisun va zalika imamun, bu mudarris, o'qituvchi, va zalika imamun, va ana u imom. Ma zalika, o ana u nima? Zalika hajarun, ana u tosh. Hada sukkarun va zalika labanun, bu shakar va ana u sut. Tamrin, mashq. Iqro vaktub, o'qi va yoz. Ikkinchi darsda o'tilgan qoidani, zalikani yaxshilab tushunib, yodlab olamiz va yana ikkinchi darsda kelgan yangi lug'atlarni yodlab olamiz. O'shandan keyin mashqni bajaramiz. Arabchasini o'qib, o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Hada sukkarun va zalika labanun, bu shakar va ana u sut. Qolgan misollarni o'zingiz mustaqil bajarasiz. Al-kalimatul jadidatu, al-kalimatu kalimalar, so'zlar, al-jadidatu yangi, al-kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Shu bilan durust bir kitobining ikkinchi darsi to'la tamomiga yetdi. Ikkinchi darsda biz bitta qoidani o'rgandik, ismi ishora zalikani, va yana ikkinchi darsda 8 ta yangi lug'atni o'rgandik. Uchinchi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.